Assalomu alaykum rahmatulloh. Navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz. Bu safargi mehmonimiz Xonnamir Abduhoshimov. Hozirda dasturchilarni menejeri sifatida faoliyat olib boradilar. 7 yillik tajribaga ega. Bu suhbatda ularni startapi uchun birinchi olgan $100,000 pul haqida gaplashdik. Bundan tashqari, qadrli dasturchi bo'lish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Inson o'zini sota olishi dasturchilikda qanaqa ahamiyatga egaligi haqida gaplashdik. Bundan tashqari, albatta, AI temasiga ham kirdik. AI umuman olganda nafaqat dasturchilarga, har qanaqa sohada qo'llanish qanaqa bo'lyapti? Odamlarga foydali, zararli tomonlari qanaqa? Qadrlanmaydigan dasturchi bo'lib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor berish keragi haqida gaplashdik. Ya'ni AI first thinking haqida gaplashdik. Bu loyihamizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga a'zo bo'ling, do'stlaringizga ulashing. Inshaalloh suhbat foydali bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat, suhbatni ko'rishingiz mumkin. Suhbat davomida qanaqadir sizlarda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozishingiz mumkin. Bundan tashqari, keyingi sonlarimizda qaysi mehmonni yoki qaysi founderni sizlarga qiziq, kimni eshitish xohlaysizlar, kommentariy yozib ketinglar. Marhamat. Assalomu alaykum rahmatulloh. Navbatdagi suhbatimizga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Xonnamir. Xonnamir, suhbatimizga, ya'ni taklifimizga yo'q demasdan vaqtingizni, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat katta sizlarga ham taklif qilganinglar uchun xursandman. Xonnamir, qisqacha qilib o'zingizni, ya'ni backgroundingiz haqida ma'lumot bera olasizmi bizga? Ya'ni Xonnamir tatudan boshlanib, birinchi ishxonaga, ishdan keyin ishxonada o'zgarishlar va hokazo. Yaxshi. Mening ismim Xonnamir Abduhoshimov. O'sha 7 yildan beri shu dasturlash sohasida faoliyat yuritamiz. O'zi tatuni bitirganman. Undan keyin bir qancha o'sha sohalarda faoliyat yuritdim. Ya'ni o'sha hammasi o'sha ITga aloqador, ko'proq dasturlash sohasida har xil rollarda ishlab ko'rish imkoniyati bo'ldi. Boshida endi asosiy stack.net bo'lgan. Shundan foydalanib ishlab, ham o'qib, ham o'qitib faoliyat shu bilan boshlangan. O'sha faoliyatlarimiz davomida Microsoft dasturchilar jamiyatiga, hamjamiyatiga akam Muhammad Karim aka bilan hissa qo'shganmiz. Birinchi boshlaganimizda faqatgina .NET ga aloqador texnologiyalar yuzasidan, mavzular yuzasidan har xil activity'lar uyushtirardik, tadbirlar, maqolalar va hokazo. O'zimiz bir kichik o'sha kitobcha bo'lib qolgan desak ham mubolag'a bo'lmasa kerak. Keyin hozir endi bu nimani kattalashtirib, Microsoft dasturchilar hamjamiyati, Microsoft Developers Community sifatida kengaytirganmiz va har yili deyarli bitta yoki ikkita kamida eventlar o'tkazamiz, tashkillashtiramiz shunaqa. Undan tashqari hozirgi kunda Entrepreneurship Development Company, ya'ni bu o'zimizni anaqada tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bor. Asosan faoliyati endi mana misol davlat to'g'ridan to'g'ri banklar bilan yoki tadbirkorlar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlay olmaydi. O'shaning uchun turli xil davlat strukturalarida moliyaviy institutlar bor. Ya'ni moliyaviy mablag'larni turli xil yo'nalishlarga yo'naltirish maqsadida biz ham xuddi shunaqa institutlardan bittasida faoliyat olib boraman. Bizning asosiy faoliyatimiz tadbirkorlikni rivojlantirish. Tadbirkorlarga har xil yo'nalishlarda yordamlar, moliyaviy yordamlar taqdim qilinadi. Faoliyatimiz shun hozir shu yerda EM manager bo'lib ishlayman, ya'ni engineering manager, ya'ni dasturchilarni nazorat qilish yoki o'sha loyihalarni olish, gaplashish, biznes bilan shunaqa asosan. Tushunarli. Hozir aytib o'tdingiz, faoliyatni dastlabki bosqichida, ya'ni dasturchi sifatida boshlagansiz, ya'ni mentor bo'lgan qanchalik vaqt u holatlardan o'tib, hozir menejer holatdasiz, ya'ni menimcha kod yozmayapsiz. Qanaqa bo'lyapti hozir? Hozir ham endi nima deb aytsak bo'ladi? Hozir AI da ko'p ishlar bo'lib ketayotgani uchun, misol uchun biz to'laqonli strukturani AI bilan qurishga qilamiz hozirgi kunda. Qaysidir ma'noda ko'p AI dan foydalanamiz. Endi o'zimiz quradigan nuqtalar ham bo'ladi. Agar company related qanaqadir maxsus anaqalar dasturlar bo'ladigan bo'lsa, lekin odatda ko'p loyihalarda AI da qo'li bor. Shuning uchun
Bizda уже unaqa dasturchilarda ham oddiy rollari yo'q. Misol uchun front-end, back-end yoki shunga o'xshagan rollar уже bizda anaqa qilganmiz, yig'ishtirib уже product engineerlar degan anaqa rolda anaqa qilganmiz, joriy qilganmiz. Ya'ni bitta anaqani loyihani olib, uni deliver qilib, o'zi front-endi bormi, back-endi bormi mas'uliyatini olib, shunaqa tartibda ishlaydigan yo'nalish joriy qilganmiz. Shu asosan meni faoliyatim hozirda ko'proq loyihalarni asosiy nagruzkani o'zimga olib, chunki mana bizda korxonamizda ko'proq biznes tomoni ITga bog'lanmaganda, ya'ni ITdan unchalik xabari yo'q, shunaqa odamlar ko'proq. O'shaning uchun men bu yoq o'rtada ko'prik bo'laman. Ko'p vaziyatlarda ular bilan gaplashib, muammolarini aniqlab, как biznes analitik sifatida ham ishlayman u yoqda. Aniqlab, kerakli anaqalarni roadmapni chizib, dasturchilarga kerakli vaziyatlarni anaqalarni topshiraman. Keyin qanaqadir og'ir muammolar bo'lsa, baribir o'zim ham kod yozaman. Ya'ni kirib, nima holat, qanaqadir og'ir yoki kompaniyani kelajagi uchun, kompaniya uchun muhim bo'lgan loyihalarni o'zim mas'uliyatini olib qurishga harakat qilaman. Faqatgina u tomon emas, yo'q kodlashtirishda ham qatnashaman. Tushunarli. Backgroundingizni ko'rganimda, ya'ni LinkedInni ko'rganimda, bu yoqda Sado 24 va yana asosiy narsa 2023-yil President Tech Award'da bir loyihalar bilan qatnashgansizlar. Ya'ni dasturchilik vaqtida ham kunduz kuni qayerdadir koding sifatida, dasturchi sifatida ishlab, undan tashqari vaqtda bu qo'shimcha loyihalar, undan tashqari community bilan bo'lgan, ya'ni bu skill sizda rivojlanib borgan ekan menimcha, ya'ni biznesga aloqador. Baribir qanaqadir startap yoki qo'shimcha loyiha qilayotgan odam faqatgina kod yozmaydi. Shunaqa. Qanaqa bo'lgan bu shu, ya'ni mana shu, ya'ni birinchi boshlang'ich qismlar, ya'ni ham dasturchi, ham misol uchun kunduz kuni qayerdadir dasturchi sifatida ishlaydigan bo'lsangiz, undan bo'sh vaqtingizda mana shu narsalarga sekin-sekinlik bilan qadam bosing. Menda va men bu narsa menimcha o'sha atrofimdagi odamlardan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zim biror bir narsaga kirsam, sho'ng'ib ketsam, u narsadan chiqishim qiyin. Misol uchun dasturlashda ham boshida birinchi o'rganishni boshlaganimda bir 6 oychami ko'chaga chiqmagan paytim bo'lganda, u paytlar karantin edi. O'sha 6 oy ko'chaga chiqmasdan o'sha dasturlash bilan shug'ullanganman haligi. Faqatgina ovqat yeb ichish shunaqa narsalar bo'lgan xolos-da. Ba'zi haligi odamning ehtiyojini qondiradigan narsa. Faqat vaqtimni kompyuterda oldida o'tkazganman. Xuddi shunga o'xshab haligi menda shunaqa nima bor, bitta skill bor. Biror bir narsaga kirsam, o'shani hal qilmagunimcha qandaydir o'zim tinchmayman. Keyin bu ham skillim atrofimdagi ko'p ashi activitiesga qiziqadigan, haligi faqatgina o'zini ish faoliyati bilan emas, jamiyatga nimadir hissa qo'shish yoki bo'lmasa aytaylik, jamiyatga ko'proq qiymat berish anaqasi mindset shakllangan odamlarning orasida ko'p yurganim uchun, misol uchun o'zim akam Muhammad Karim shunaqa, akani faoliyatiga qaraydigan bo'lsak ham deyarli tinib tinchimaydigan odamda, bir sport bilan anaqa qiladi. Chunki u ijodkor odamda. Ijodkor odamda shunaqa narsa bo'ladi. U har xil yo'nalishda o'zini sinab ko'rgisi kelaveradi, har xil imkoniyatlarni ko'rgisi kelaveradi. Haligi 9 dan 6 gacha rejim uni qoniqtirmaydi. Kimdadir bor, misol uchun 9 dan 6 gacha ishlaydi, hayotini anaqasini o'tkazadi. Bo'ldi, undan keyin borib yo dam oladi yoki shunaqa hordiq chiqaradi. Misol uchun bizda unaqa bo'lmagan, shu birga yashagan paytlarimizda ham ko'p vaqtimizni o'sha bir-birimiz bilan diskussiya qilib, har xil loyihalar, har xil rejalar bilan shug'ullanib qilardik va o'sha paytlarda bizda fikr shakllangan, mana 9 dan 6 gacha rejimdan chiqib ketish. Shu paytlardan boshlab o'sha o'zimiz startap qilamiz degan, o'zimiz loyihalarimizni qilishimiz kerak ko'rinishida bizda har xil fikrlar shakllangan. Shundan keyin har xil loyihalar qilishga urinib ko'rganmiz. Sado 24 bulardan bittasi. Bunaqa ko'p fail bo'lgan loyihalarimiz bor. Bu endi asosiy anaqasi bu podkast platforma edi. O'zbekistonda o'sha paytda podkastlar rivojlanayotgani uchun biz hamma podkastlarni bitta joyga yig'ib, qanaqadir premium auditoriya qilmoqchi bo'lganmiz-da. Misol uchun kimdadir maslahatlari bor, pulga beriladi. Nima Otabek Mahkam aytadi-yu,
tavsiya bepul, maslahat pul. Sizga tavsiyam maslahat oling degan ko'rinishdagi gapi bor-ku. Xuddi shunga o'xshab, mana misol odamlar har xil podkast o'tkazadi yoki vebinarlar o'tkazadi. Pullik anaqalar tashkillashtirishadi Telegram guruhlarida yoki u yerda bu yerda shunaqa narsalar yopiq guruhlar qilib tashkillash. Biz o'sha paytda shu narsalarni avtomatlashtirmoqchi bo'lganmiz. Keyin bilsangiz nimada video ko'radigan bo'lsangiz, YouTube yoki shunga o'xshagan joylarda podkast tinglaydigan bo'lsangiz, u yerda fokusingiz ham chalg'ib ketadi-da. Misol uchun bitta videoga kiradigan bo'lsangiz, boshqa videolar rekomendatsiyasi bo'ladi. Chalg'ib qaysidir ma'noda fokusingizni yo'qotishingiz mumkin-da. Izolyatsiya yo'q. Tinglagan paytingizda faqatgina fokusingiz nimada audioda bo'ladi-da. Ko'zingiz misol uchun yo'lda yurib ketayotgan paytingizda ham, yo bu yoqqa o'tayotgan paytingizda ham nima deydi, baribir tinglab ketasizda. Misol uchun bu narsa bizga endi kirib kelayotgan madaniyat bo'lishligi mumkin. Podkast anaqasi, lekin Amerika yoki Yevropa davlatlarida bu madaniyat juda keng rivojlangan madaniyat bo'lgan. O'shaning uchun biz hattoki o'sha rejalar qiluvdik. Endi ko'proq bu anaqa premium auditoriya uchun o'sha yo'lda ham vaqtini bekorga o'tkazmaslikni xohlaydigan odamlar bo'ladi-yu, nimadir eshitay, nimadir o'rganib ketay, kimdandir nimadir olay degan ma'noda. O'shanaqa nima inson odamlar bilan bu yoqda influencerlar yoki bo'lmasam o'sha blogerlar bo'ladimi, shu temada ziyoli qatlam bilan shu ikkalasini bir bog'lash anaqasi temasi bo'lgan. Keyin bularga har xil misol uchun o'sha foydali bo'lgan servislar bor, shularni reklamasini qo'shamiz, advertisement, shunaqa narsalarni qilamiz deb startap qilmoqchi bo'lganmiz va buni boshlaganmiz. Startap boshida bitta adashmasam Telegram bot ko'rinishida shakllantirib birinchi anaqani chiqazgandik va bu yerga nechtadir podkastlarni qo'shib platformaga yurgizishni boshlagandik. O'sha paytda 1000tami anaqa bor edi, active user bor edi. Bot o'zidan foydalanadigan. Keyin buni app ko'rinishida o'tkazmoqchi bo'lib, xullas mana shu reja bilan biz nimadan ketganmiz? Ishdan ketganmiz. Ya'ni biz o'zimiz startapimizni quramiz deb turib ishdan ketganmiz, lekin baribir to'liq o'tgansizlar unga. To'liq fokus bunga beramiz deb turib, bu yoqda ishdan faoliyat to'xtatib, shu paytda Amerikada ishlardim. Nimada logistikaga xizmat ko'rsatadigan kompaniya bor edi. Biz asosan o'sha TMS ga o'xshagan transport management system qurish bilan shug'ullanamiz. Shunaqa startap bor edi yo. Shu yerda yuradim, u yerdan chiqqanmanda shunga fokus qaratamiz deganmiz. Keyin qurib ba'zi bir pul bilan bog'liq muammolar bo'lib, yana o'sha ehtiyojlar bo'ladi-yu odamda. O'sha ehtiyojlar bari tortib, o'sha muammolar orqasidan ketib, yana o'sha 9 dan 6 gacha ish rejimiga qaytib, lekin baribir o'shunda ham to'xtamasdan yana nimadir loyihalar qurib ko'p fail bo'lganmiz. Shunaqa. Buni istoriyasi shunaqa. Endi aytmoqchi bo'lgan Sadoq 24 shunaqa bo'lib, bunda ham bir nechta investorga borganmiz, taklif qilib, lekin baribir Bu nechinchi yillar haqida gap ketyapti? 2023lar haqidami? Shunaqa, 23 bo'lsa kerak menimcha. Bizda u payt hozirgidek ashula aytib bersang ham startapga pul beraman degan vaqt bo'lmagan-ku u payt. Startap mindset unaqa rivojlanmagan. To'g'rimi? Shunaqa. Qiyin bo'lgan o'sha. Mana oxirgi fondlar bo'lmagan hozirgidek. Shunaqa. Biz o'sha paytda bir nechta biznesmenlarga borganmiz, lekin shu ideya bilan misol uchun o'quv markazlari aktiv yuritadigan bir nimaga borganmiz. Keyin bitta shu ta'lim yo'nalishida biznes qiladigan bitta odamga borib, mashhur odamlar. Borib shularga qilganmiz, keyin bo'ladi, bo'lmaydi va hokazo bo'lib, shu bilan loyiha to'xtagan. Mana shu loyihadan olgan eng qimmatli tajriba qanaqa bo'lgan? Nima bo'lgan sizda? Saboq deydi. Bu loyihadan eng qimmatli olgan anaqamiz bizda ko'p loyihalar birinchi yo'q, startapingiz bundan oldin ham kichkina startaplar bo'lgan. Har xil faillar bo'lgan, o'rtasida hammasi har xil sabablarga ko'ra. Ishdan bo'shab kirganingiz mana shu bo'lgan-a? Ishdan bo'shab to'liq bitirganingiz shu bo'lgan-a birinchisi? Shu. Bu asosiy muammo qurishda emasligini tushunib yetganmiz. Ya'ni tizim qurish bu birinchi ko'rinishdagi yechim emas degan anaqani olganmiz. Va o'sha bu narsa hamma qurgan startapllarimizdagi asosiy anaqa kamchilik. Misol uchun biz baribir developer environmentda katta bo'lganimiz uchun, o'zimiz developer bo'lganimiz uchun mindsetimiz shunaqa baribir featurelariga qarab ketib qolaveramiz. Misol, matda knopkasi bunaqa bo'lsin, bunaqa bo'lmasin va hokazo. Keyin bu mindset boshqa tomonlarga o'zgardi. Lekin
asosiy yoshi bizda to'xtalgan narsa muammo qurishda emas. Muammo sotishda. Hamma naqani misol uchun men aytgan bo'lardim, istalgan odam uchun, istalgan faoliyatda eng birinchi kerak bo'ladigan skill bu sotish bo'lishi kerak. Любой joyda misol uchun mana oddiy dasturchi bo'lsangiz hamda, dasturchi bo'lsangiz ham qanaqadir odamlar bor, juda kuchli odamlar bo'ladi. Slishkim kuchli bo'ladi, lekin past oylik ishlab yuradi yoki bo'lmasam past joy boshqa joylarda ishlaydi, lekin shunaqa odamlar bo'ladi. O'zi u darajada kuchli bo'lmasa ham, lekin yaxshi pozitsiyalarga joylashib ishlayotgan odamlarni yoki ko'rganmizda. Aytmoqchi bo'lganim, skill ham kerak. Ya'ni siz biror narsada bilimingiz muhim albatta, lekin u narsani boshqa odamlarga yetkazib bera olish ham bu boshqa darajada deb bilaman. O'shaning uchun sotish bu muhim startap dunyosida. Misol uchun siz yo'q narsani ham sotib ko'ra olsangiz, o'shanga odam topa olsangizgina keyin u startapni qurib ko'rsa bo'ladi. To'g'ri. Bir ajoyib narsa o'qidim. Ya'ni mana shu sizdagi soft skilllar, ya'ni sotish bo'lishi mumkin. O'zini sotish haqida boya gapirdingiz. Ya'ni qaysidir eshikni ocha olish uchun kerak, lekin boyaga bilim o'sha yerda qolish uchun kerak bo'ladi sizga. Shunaqa. Ya'ni u yoqda davomiy qolib, yana boshqa levellarga ko'tarila olishligingiz uchun bu bilim kerak. Lekin o'zingiz xohlayotgan yoki o'sha siz uchun muhim bo'lgan eshiklarni ochib berishlik uchun albatta sizda sotish va o'sha soft skilldan communication bo'lishi kerak. Ya'ni chiqishimli, o'sha tushuntirib vaziyatda kommunikatsiya qilib o'zingiz sota olishingiz kerak-da. Mana misol uchun bu maqtanish emas, kimdir keladi, o'zini qilgan ishlarini aytib, kim maqtanish bor, lekin kerakli joyda u narsani to'g'ri yetkazib bera olasiz. Bu menimcha maqtanishga kirmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni shunaqa narsalar qilganman, ko'rinishda. Odatda o'zi anaqa globalniy bozorlarda ham, ana misol uchun Silikonoviy dolina yoki o'sha Silikon vodiysida ham hozir misol uchun texnologiyaning o'chog'i deb ko'pchilik biladi. Shu yerda ham ba'zi bir holatlarda kundalik hayotingizda liftdadir, o'tda-bo'tdadir, ko'chada yurgan holatingizda juda ham kuchli odamlar bilan ro'para kelib qolishingiz mumkin-da. O'sha paytda sizda juda ham qisqa vaqt bo'ladi. 1 minutdir, 30 sekunddir, 20 sekunddir, 15 sekunddir. Siz o'sha vaqt ichida o'zingizni tanishtirib, uni e'tiborini torta olishingiz kerak-da. Buni qila olishlik uchun odamda sotish xarakteri bo'lishligi kerak. Ya'ni o'zini haqiqatda tanishtira olish, unga qiziqtira olish. Shunaqa. Uning uchun siz ko'p odamlar bilan gaplashib, har xil tajribalar yiqqan bo'lishingiz kerak-da. Odam psixologiyasi. Keyin yana bitta ajoyib loyiha. 2023-yil o'sha boya aytib o'tganimdek, President Tech Award'da Alator. U qanaqa boshlandi? Bu loyiha qayerdan keldi? Va nima haqida va oxiri nima bilan tugadi? Buni ham juda qisqaroq. Bu loyiha endi mana misol kimdirlarda muvaffaqiyatlik bo'lgandan keyin boshlanadi-da, lekin hammada ham haligi tajriba muvaffaqiyat bilan kelmasligi mumkin. Muvaffaqiyatsizlik ham bu bitta tajriba. Bizda bilmayman, nimagadir ko'p anaqalarimiz va o'sha, lekin ko'p narsalar o'rganganmiz bu narsadan. Ko'p loyihalarimizda muvaffaqiyatsizliklar bo'lgan demoqchiman va o'sha tajribasizligimizdan yoki tushunmaganligimizdan yoki o'sha product mindsetda o'ylab yuraverganimizda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu ham xuddi shunga o'xshagan, lekin buni кейsi ozgina boshqacharoq. Bu endi kiberxavfsizlik sohasida bo'lgan. Kiberxavfsizlik sohasida kiberxavfsizlik sohasida edi bu proyekt. Buni asosiy anaqasi biz bitta hackathonda qatnashganmiz. Hackathonda o'sha kiberxavfsizlik degan yo'nalish bor edi. Adashmasam Toshkent viloyatida o'tkaziladi buni Codefest'mi shunaqa ko'rinishdagi hackathon bo'ladi. Shu yerda kiberxavfsizlik yo'nalishida qatnashib bitta ideya qildik. Bu ideya nimadan iborat edi? Mana misol uchun odamlar, dasturchilar ko'proq biror bir veb-saytni yoki qurayotgan tizimini xavfsizligiga doimo e'tibor bermasligi mumkin-da. Xavfsizligiga e'tibor bermasligi mumkin. Shuning uchun misol uchun Cloudflare'ga o'xshagan yechimlar chiqqanda, misol uchun captcha o'rnatasiz yoki nimadir qilasiz. Misol sizni serveringizga DDoS ataka bo'ladigan bo'lsa, Cloudflare turib beradi yoki shunga o'xshagan Cloudflare servislari bor-da. Shunga o'xshagan alternativa qilmoqchi bo'lganmiz biz. Ya'ni bu yoqda
o'zingizni servisingizga kirib registratsiyadan o'tkazasiz. Registratsiyadan o'tkazganingizdan keyin через ana sizga kelayotgan request biz orqali aylanib o'tadi. Bizda o'sha berilgan talablar aniq yechilingan bo'ladi va o'sha narsani biz siz uchun veb-saytingizni xavfsizligini ta'minlab beramiz. Ko'rinishida yechim qilmoqchi bo'lganmiz va o'shanda hackathonda yutib chiqqanmiz, birinchi o'rinni olganmiz. Birinchi o'rinni olganimizdan keyin bo'ldi, o'sha ideya qolib ketgan. O'sha holatda qolganda, keyin nima Prezident Tech Award haqida eshitib qolganmiz. Keyin bilsak, bizni loyihamiz bilan bitta sheriklarimiz topshirish yuborgan ekan nimaga? Tech Awardga biz yo'q edik deyarli, menimcha adashmasam. Topshirish yuborgan ekan. Keyin u qaysidir bosqichdan o'tgan menimcha. Birinchimi bosqichdan o'tgan edi. Shunaqa ketyapti. Endi ular loyihani tagini tushunmaydi-yu, u yog'iga davom ettirib ketish kerak. Loyihani anaqa tur berish kerak, loyihani founderi kerak yoki bo'lmasam uni loyihani o'zi asl ma'nosini tushunadigan, savollar bo'lsa javob beradigan odam kerak-ku. Undan u yog'ichi. Keyin shunaqa narsa bo'lgan, keyin biz qo'shilishga majbur bo'lganmiz. Ya'ni o'sha bizning loyihamiz bilan kimdirlar qatnashmoqchi bo'lgan. Keyin uni anaqa qilganmiz, o'zimiz qo'shilganmiz. Qo'shilganimizdan keyin etap o'tib har xil anaqalarga turganmiz-da endi. Endi kiberxavfsizlik yo'nalishi birinchi o'sha paytdagi yo'nalish bo'lgani uchun nimaga Tech Award boshlanganda kiberxavfsizlik ham bor edi. Hozir menimcha yo'q bo'lib ketdi. Bo'lgani uchun bizning loyihamiz haligi nimaroq chiqqan, nima deydi? Foydaliroq chiqqan. O'shaning uchun oxirida baribir oxirgi bosqichi menimcha ovoz berish bilan bo'lib ketdi shekilli. Ovoz berish bilan bo'lib, menimcha kasha bo'lgan shu joylari. Nol lekin o'sha paytda yutganmiz. Adashmasam $100,000 atrofida yutganmiz. Keyin nimada 100,000 yutilgan. Xullas keyin bitta nu tomoni bo'lgan. Bitta hali bizni loyihamiz bilan boshqalar qatnashgan-ku, team memberlar orasida ular bo'lgan o'sha. Hali qo'shilgan bo'lgan. Biz ham qo'shimcha team member sifatida qo'shilganmiz o'tga. Qo'shilganimizdan keyin bitta anaqa chiqqan, founderga emas, pulni hammaga teng tashab berilinadi deyilgan. Ya'ni kompaniya odamlarining o'rtasida tashab berilinadi degan o'sha jamoa a'zolarining o'rtasida. Endi to'g'ri taqsimot bo'lishligi uchun. Kimdirlar misol o'zini haqiqatda odamlari bilan qatnashgan loyihalar bo'lgan, ular endi o'zini pulini oson qaytara olavergan. Yoki bitta odam yoki ikkita odam bo'lgan. Lekin biz o'sha anaqa bilan topshirganimizdan keyin pul har xil odamga tushgan-ku, hammani kartalari berilingan. Berilingandan keyin o'sha pul tarqab ketib qolgan har xil joyga. Kimdadir uncha pul, kimdadir buncha pul, xullas pul tarqab ketib qolgan. Boshida eng qizig'i uni 100,000 ni bo'lib beramiz deganda 50,000 bergan. Ya'ni 50,000 ni qo'shimcha KPI bilan olishingiz mumkin edi. Ya'ni loyihada nimadir o'zingiz rezultatini ko'rsatib, keyin qolgan 50,000 ni olishingiz kerak bo'ladi, haqli bo'lasiz. Yarmini bergan o'sha payt. Keyin shunaqa bo'lib pul hamma joyga tarqab ketib qolganmi? Birinchi navbatda o'sha 50,000 ham yo'q. O'zi misol uchun kiberxavfsizlik sohasida loyiha qilishlik uchun menimcha bu 50,000 pul bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki birinchi navbatda buni sertifikatsiyasi muammo. Ya'ni siz o'sha kiberxavfsizlik sohasida yo'nalishda anaqa qilyapsizmi, faoliyat yurityapsizmi, buni sertifikatsiyasini olishlik uchun u ham normalniy soqqa turadi-da. Loyihani rivojlantirish, u tomonlari bo'lgani uchun o'sha bizda muammo bo'lishni boshlagan. Menimcha shuni hisobidan o'sha sertifikatsiya masalalari boshida o'ylashmasdan qo'yishganda kiberxavfsizlik sohasi bunaqa tomonlari borligini bilmas. Keyin o'sha kiberxavfsizlik yo'nalishini keyingi yildan yopishdi Tech Awardda. O'sha yo'q. Shunaqa qilib o'sha yutganmiz, lekin pul tarqab ketgan. Shunaqa qilib u anaqa ham katta energiya oladigan loyiha edi. Shuncha qolgan o'sha joyda qatigan. Boya bundan oldinga suhbat etib o'tdingiz, ya'ni nima deydi, boyaga o'zini sota olish kerak narsa. Ya'ni boyaga sheriklar sizlardan ko'ra ustunroq chiqib, uni sotib, sizlar bo'lmasanglar loyihada deyarli mehnat qilmasa ham, sizlarni produktlarni sotib o'tkazibdi-da. Shunaqa. Yo'q, endi bu bosh etaplari shunchaki filtr bo'lgan. Loyihani o'ziga qarab, qilingan ishlariga qarab turib o'tkazib yuborganda, lekin undan u yog'iga founderlar qatnashib, o'sha loyihani orqasida tur berish kerak bo'lganda, chiqib misol uchun speech qilardingiz, prezentatsiya qilardingiz, har xil anaqalar o'zgaraverardi. Bu nechadir bosqichli bo'lgan. Speakerlar o'zgaravergan, nimada o'tiradigan hakamlar. Hakamlar o'zgarib turavergan. Bu hakamlarni ham Google, Meta o'tdan olib kelishgan, chetdan olib kelishgan. Ular o'zgarib turaveradi va oxirgi bosqichda o'sha menimcha ovoz berish bilan bo'lib ketib, keyin yopilgan.
Keling hozir hamma yoqda hype bo'layotgan yoki bo'lmasa o'sha temadan boshlaymiz endi qo'shimcha Mhm. kiramiz. Ya'ni AI temasi. Ya'ni Mhm. hozir qayerga qarasangiz AI sizni agent yoki bo'lmasa avtomatlashtirib beramiz, yoki bo'lmasa umuman hali AI ochib ko'rmagan odamlar sizni biznesingizni avtomatlashtirib beramiz deydi. Umuman Mhm. Mhm. tajribasi yo'q, marketolog bo'lishi mumkin, SMMщик bo'lishi mumkin. Mhm. Shunaqa bo'lib ketib qoldi. Har qanaqa yangi narsa chiqqanda boshida atrofda hype bo'ladi-yu. Ya'ni Mhm. boshida tajribasizlar ozgina filtrlanishga vaqt kerak bo'ladi. Hozir o'sha biznes rivojlantirishda ham dasturchi, ham biznesni o'rgana olasiz, ham ularni muammosi tushunib olasiz, ya'ni kompleks sifatida ishlashga hozir. Ya'ni bizda endi boshlandi, ko'p bo'lmadi hali. Jarayon qanaqa? Ya'ni O'zbekistondagi holat qanaqa bu agentlar yoki biznesga buni avtomatlashishlar, ya'ni ichkari tomondagi odam sifatida aytadigan bo'lsangiz, muammolarimiz, yangiliklar. Mhm. Bu o'zi men to'g'risi anaqaga Instagramga kam kiraman, deyarli kirmayman Instagramga. Chunki bu hozirgi kundagi oldin mana hozir AI chiqishidan oldingi eng katta asosiy muammolarimizdan biri ijtimoiy tarmoqlar edi. Odamni fokusi, odamni miyasini, retenshini, misol uchun ma'lumot saqlab qolishi, shu narsani flow buzilishi oqibatidan ko'p muammolar kelib chiqatadi va bundan oldin bilgan bo'lsangiz, asosiy mavzular shuni yo'qotish yoki shunga qarshi kurashish haqida asosiy haligi ziyoli odamlarni suhbatlari ko'proq. Ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri unumli foydalanish bo'layotdi. Endi AI chiqqandan keyin yana boshqa tomonga o'zgardi. Bu Instagram anaqa solib ketdi. Xullas aytmoqchi bo'lganim, men deyarli foydalanmayman Instagramdan. Lekin aytgan hype'laringizni eshitib turaman. Misol uchun o'sha kichik nimalar bizneslarni qanchadir bitta nima ko'rdim yaqinda. Bittasi shunaqangi bitta kurs qilgan xullas. Endi odamlarni shu darajada aldash ketyaptiki, haligi nimalarni qo'yib qo'yib, agentchalarni qo'yib qo'yib, bu yoqda sizni nimalaringiz, ishchilaringiz yo'q endi, bo'ldi shu narsa bo'ldi, biznesingizni avtomatlashtirib beradi, uni u qiladi, bu qiladi degan ko'rinishdagi anaqalar juda ham ko'payib Kurslar. ketdi, videolar ko'payib ketdi. Bu endi aytadigan bo'lsam, bu chista qaysidir ma'noda aldov. Chunki umuman biznesga kirib ko'rmagan yoki biror bir sohani avtomatlashtirib ko'rmagan yoki misol biznes bilan umuman ishlab ko'rmagan odamlar shu narsani qilishga harakat qilyapti. Ularni qilib berayotgan ko'pini asosiy nimasi, vazifasi Cloud ishlayotgan agentlar, keyin Obsidian shu bilan nimani ulab, tizimni bir-biriga ulab, plus mana haligi tipa haligi Cloud agentlarini mana seni ishchilaring bu yerda ishlayapti deb turib vizualizatsiya qilib qo'yilgan har xil GitHubda bitta misol uchun loyihalar bor, shuni ko'tarib mana seni ishchilaring mana qilyapti, bu bunaqa vazifa bajaradi degan ko'rinishda ishlayapti. Endi buni ichida qaysidir ma'noda to'g'ri biznesga targ'ibot qilayotgan odamlar ham bor. Misol uchun AI Mastava degan anaqa bor, gruppa bor, kanal bor. AI bo'yicha oxirgi yangiliklar qo'yib boradi. Xurshid aka Marozov tanishsiz kerak. Bu odam chista biznes ichida katta bo'lgan, misol uchun kuchli anaqa faoliyatda ishlagan, misol uchun o'zi ishchi sifatida ham, keyin o'sha biznesga o'tib ketgan bo'lsa ham. Shu odam ham o'sha mana misol uchun AIda eng oldinda ketayotgan odamlardan biri deb hisoblayman. Haligi biznesni avtomatlashtirish bo'yicha. Keyin o'zini hozir kursini ham qilgan, menimcha adashmasam. Ya'ni to'g'ri odam bo'lgani uchun bu yoqda anaqasini to'g'ri targ'ibot deb bilaman. Ya'ni u haqiqatda biznes ichida nima muammo borligini biladi. Texnik anaqa yo'nalishda xabari bor va ikkalasini bir-biriga bog'lash flow'ini to'g'ri amalga oshirib bera oladi deb o'ylayman. Lekin ko'pchilik hozirgi anaqada $3000, $5000 men ko'rdim. 10,000, $15,000 odamlardan anaqasini olib, pulini olib qilib berishyapti. Endi bu yoqda ikkinchi tomondan qarash ham bor. Misol uchun ular ham o'zlari shu narsaga rozi bo'lib olishyapti. Ya'ni buni qaysidir ma'noda o'zi balki tushunmaganidandir yoki qila olmaganidandir yoki qilishni xohlamaganidandir bu narsani olib qilishga harakat qilyapti. Endi biz ham to'g'ridan to'g'ri buni flowga olib kirishga harakat qilyapmiz, jarayonga olib kirishga harakat qilyapmiz. Lekin mana shu vaqt davomida bitta narsaga duch kelyapmizki, biz endi ko'proq o'zimiz biznesni avtomatlash. Biz o'zimiz o'sha biz katta biznes bo'lgani uchun shu narsani avtomatlashtirish, o'zining ichida turli xil yo'nalishlar, turli xil modullar, turli xil nima deydi, bo'limlar bor. Bularning ichida hali kompaniyani o'zida avtomatlashtiradigan, hali AI ga aloqador bo'lmagan qismlar juda ko'p.
Asosan biz kod tomonida yoki misol uchun mijozlarga beradigan servislarimizda AIga aloqadorlik jarayonlarini qurish jarayonidamizda. Endi misol men ko'proq biznes tomonidan, chunki men baribir biznes bilan IT tilini bog'lay olganim bilan, misol men baribir biznes odami emasman-da. Buni ichida operatsionkasini men ko'rmaganman, qanaqa qilib boshqarinadi, bunaqa haligi chuqurlashmaganman. Istalgan biznesni olib qaraydigan bo'lsa edi, men faqatgina o'sha narsani avtomatlashtirish bilan shug'ullanganman. Ya'ni ichki jarayonlariga qanaqa qurollar kerak, qanaqa imkoniyatlar kerak, shunaqa narsa bilan shug'ullanganman demoqchiman-da. Lekin baribir to'laqonli biznesni tushungan odam balki unga texnologiya ham kerak emasdir degan yechimga ham to'xtalishi mumkin-da. Uning uchun siz biznesni to'g'ri bilishingiz kerak bo'ladi. Ichida yurishingiz kerak bo'ladi. Endi biz ham to'g'ridan to'g'ri biznes bilan gaplashishni boshlaganimizga u darajada ko'p bo'lmadi. 2-3 yildan beri shunaqa biznes bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashamiz, muammosini aniqlaymiz. Keyin o'zimiz yechimimizga berishga harakat qilamiz. Bu menimcha yetarli tajriba deb o'ylamayman biznes uchun, qanaqadir qaror qabul qilish uchun. Lekin mana o'zimizni dasturlash sohasidagi, dasturlash sohasiga sun'iy intellektda qanaqa ta'sir ko'rsatayotgani yuzasidan fikrlarimni berishim mumkin. Ya'ni shu to'g'riroq bo'lsa kerak, chunki meni o'zimni soham ham shu. Shu sohada sun'iy intellektni faol foydalanayotgan odamlardan bittasiman. Keyin buning ichidagi bo'layotgan muammolar, kelib chiqayotgan holatlardan ham misol uchun xabarim bor. Har xil o'zim ham researchlar o'qib turaman bu bo'yicha. Sun'iy intellekt sohasi dasturlashga qanaqa ta'sir o'tkazyapti yoki odamlarga shu narsaga qiziqib turaman. Shu yuzasidan gaplashsak bo'ladi. Bo'ldi. Unda shu bilan davom ettiramiz. Undan oldin bitta yanaqa, ya'ni dasturchilik bilan birga uni o'rgatish bilan ham shug'ullanadi. Ya'ni ta'limda ham anchagina tajribangiz bor. Unda sun'iy intellektni dasturlash va ta'limdagi mana shu bir boshidan boshlaymiz. Mana tradisional dasturlash bor edi oldin. Boyaga aytganidek sun'iy intellekt hamma joyga ta'sir qilyapti baribir. Har qanaqa sohaga. Shunaqa. Ta'limda siz qanaqa ko'rasiz? Ya'ni mana sun'iy intellektni mayli chet elda demaylik, o'zimizda, ya'ni 5 yildan keyindir balki yoki hozir qanaqa bo'lyapti o'zi? Endi bitta narsa, hozir sun'iy intellekt chiqqani bilan ham 20 yil oldin qanaqa dastur yozilingan bo'lsa, hozirgi davrda ham xuddi shu dasturlash mexanizmlari davom etyapti. Bilsangiz, bizda oldin dasturlash asosan turli xil abstraksiyalarga qurilib kelgan va dasturlash yo'nalishida abstraksiya muhim nima deydi, yo'nalishlardan bittasida, muhim terminlardan bittasi. Chunki bizni hozirgi kundagi odatiy qilayotgan dasturlarimizda ham biz ko'proq juda ham ko'p abstraksiyaga bo'yalgan narsalar ustida ishlardikda. Misol ishlaydigan dasturlash tillarimiz ham asosan nechtadir abstraksiyadan o'tib kelgan jarayon edi. Bu bizga osonlashtirish uchun qilingan edi. Abstraksiyaning o'zi asosiy maqsadi orqadagi qiyinchilikni yashirib turib, bunga yengillik berish odamga. Xuddi shu yo'nalishda sun'iy intellekt chiqqandan keyin ham ko'pchilik har xil modellar yoki u chiqibdi, bu chiqib, misol uchun mana oxirgi Anthropicda yoki OpenAIda har xil modellari, Anthropicda oxirgi modeli Fable 5. Fable 5 chiqibdi, u chiqibdi, buni ishlatib ko'ringlar, bu yaxshiroq rezultat beryapti ekan ko'rinishida. Ko'p diskussiyalar bo'lyapti. Ya'ni modellarni orqasidan quvib ko'pchilik o'sha naqasiga qarab ketyapti-da. Keyin ko'pchilik hali ham to'liq imkoniyatni AI orqali qilib, yaqinda bitta termin kirib keldi. AI first thinking, ya'ni AI birinchi fikrlaydi, siz uni tasdiqlaysiz. Bu o'zi odamda sekin-sekin tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash degan yo'nalishda odamdagi asosiy qobiliyatni sekin-sekin so'ndirib boruvchi narsalardan biri. Ya'ni misol uchun hozir Claude ishlatarsiz, misol uchun OpenAI Codex anaqasini ishlatarsiz. Hammasida agarda siz uchun AI fikrlayotgan bo'lsa, tez orada bu sizga juda katta ta'sir o'tkazish ehtimoli bor. Chunki bizni dasturchi sifatida bizni ajratib turgan narsa bizni ijodkorligimiz edi.
ijodkor bo'lishlik uchun biz turli xil mantiqiy masalalar ishlardik, turli xil problem solving bilan shug'ullanardik. Misol uchun turli xil sistemalarni o'zimiz qurib ko'rardik va qaysidir vaziyatlarda biz o'zimiz qaror chiqarardik. Va o'sha qarorlarimiz keyinchalik noto'g'ri bo'lganini turli xil debugging orqali yoki analizlar orqali aniqlagan paytlarimiz bo'lgan va shunaqa qilib tizimlarni biz to'g'rilab borganmiz va qaysidir vaziyat uchun biz to'g'ri qarorlarni maksimal darajada o'sha vaziyatdan foydalanib qaror chiqarishga harakat qilardik. Endi hozir ko'pchilik misol uchun sun'iy intellekt bilan shug'ullanyapti-da, to'g'ri, AI zo'r anaqalar UI'lar qurib beryapti, zo'r anaqalar yozib beryapti, zo'r arxitektura qilib beryapti, zo'r narsa yozib beryapti, lekin biz to'g'ridan to'g'ri qarorlarni AIga topshirib qo'yapmiz-da va bizda bu narsa hozir sezilmayapti. Nimaga? Chunki hozirgi kundagi nimani asosiy frontda bo'lgan modellarni narxlari hozirgi kunda biz uchun arzon ko'rsatilyapti. Misol uchun eng zo'r anaqaniki Anthropic'ni anaqasi modelini subscriptioni $200. Kodeksi ham xuddi shunaqa $200. Lekin to'g'ri foydalanib qolishlik kerak bu narsadan. Bu bizni shu ko'rinishdagi narxlar bilan aldayapti-da, lekin biz orqa fondagi qiziqib ko'rganlar bo'lsa, o'zi nima jarayon ketayotganligiga. Misol uchun GPT'da o'sha OpenAI $20 subscription uchun OpenAI $14,000 rasxod qiladi. $14,000 rasxod qiladi $20 subscription uchun. Yoki bo'lmasam Claude $20 nima anaqasi uchun subscription uchun Claude $400 mi $800 atrofida rasxod qiladi. Bu degani bu frontdagi asosiy modellarni infrastrukturasi o'zida emas. Bular tashqaridan, misol uchun OpenAI Microsoftdan yoki misol uchun Anthropic Tesla o'tdan misol uchun infrastrukturalardan foydalanadi. Ularga misol uchun GPU kerak, ularga server kerak va hokazo. Bu degani o'zi bizga hozir arzon ko'rinishda taqdim qilinyapti. Xullas o'sha iqtisodiyotda shunaqa bubble degan tushuncha bor. Biror bir yangi bir texnologiya yoki bo'lmasa yangi bir hype chiqadigan bo'lsa, u narsani o'sha sovun pufagiga o'xshab ishirishadi-da. U bir narsa bilsangiz ham sovun pufagi ham ishadi-da, qaysidir tepaga chiqib turib havoda yonib ketadi-yu. Xuddi shunga o'xshab bu ham bitta hype, AI ham bitta hype. Bu nimani anglatadi? Hozirgi kunda buni bubble ga o'xshab ishlayotganini nima misolda tushuntirsak bo'ladi? Hozirgi ko'p investorlar yoki puli bor odamlar shu hype orqasidan quvib yoki mana shu narsani ustidan pul ishlayman ko'rinishida shu narsani ishirishga harakat qilishyapti. O'zi unaqa qiymati juda katta bo'lmagan narsani hype qilib ishirishyapti-da. Bu qaysidir joyga kelib o'zi portlaydi-da, chunki asli ko'rinishni boshlaydi. Texnologiyani asli ko'rinishni boshlaydi. Chunki hozir mana aytib o'tib ketganimdek, bizga zo'r qiymatlar beryapti, lekin arzon servislar arzon qiymat evaziga ko'rsatyapti bu narsani. Masalan, arzon narxlar evaziga ko'rsatyapti, lekin asl bunday emas. Bu hozir ko'rsatib berayotgan servislarni ta'minlashlik uchun ularga juda ham katta infrastruktura, juda ham katta elektr xarajatlari yoki bo'lmasam o'sha data centerlar kerak bo'ladi-da va bu narsani rasxodi juda ham katta o'zi. Misol chunki biz hozirgi kunda o'zimizda korxonada o'zimizni serverlarimiz bor. AIga aloqador serverlar sotib olamiz. Bittasi paloncha pul turadi. Endi biz nima deydi, tashqariga ma'lumot chiqarishimiz kerak bo'lmagani uchun asosiy ma'lumotlar O'zbekiston hududida saqlanadi. Bu qonunchilikda bor bizda. Shu nuqtai nazardan aytmoqchi bo'lganim, hozir ishlanayapti. Hamma o'sha shu yoqqa fokusini qaratgan, kimdirlar o'sha to'laqonli AIga aloqador servislar qilishyapti va kompaniyalar o'zi minusda yotibdi. Nimaga? Hozir token xarajatlar, token deymiz endi biz bu narsani. Menimcha hozirgi kunda hamma tushunsa kerak, to'g'rimi? Token xarajatlari bu narsa arzon. Sababi hozir Anthropic ham, nima ham, OpenAI ham IPO ga harakat qilyapti ular. Ya'ni o'zi IPO ga chiqqandan keyin o'zini aksiyalarini sotishni boshlaydi va shu paytgacha hozir urush ketyapti u kompaniyalar o'rtasida. Ya'ni chiqib olgandan keyin aksiyalar narxini baland o'ringa ko'tarib olgandan keyin ular nima qilishni boshlaydi? Token xarajatlarini ko'tarishni boshlaydi.
narxni Hmm. oshiradi. Bu по-любому bo'ladi. Meni Hmm. anaqam bo'yicha. Chunki bu bo'yicha juda ko'p isbotlar bor. Kuzatib anaqa qilinadigan bo'lsa. Bo'ladimi endi anaqa narxlar balandlagandan keyin sizni $20 yoki $100 narxlaringiz $500 chiqishi mumkin, $1000 chiqishligi mumkin. Hozir misol uchun o'rtacha O'zbekistondagi oylik o'rtacha dasturchilarning oyligi 20 million atrofida, 1-2 ming yoki 1,5 ming atrofida deydigan bo'lsak, o'rtacha dasturchilar. Hozir $100 yoki $200 ko'rinmayotgan bo'lishligi mumkin, chunki sizga ko'proq zo'r qiymat beryapti, lekin nima deydi? Bilmayapsiz. Lekin уже 1-2 yilda mana shu temp davom etadi deb tasavvur qilsak, 1-2 yilda o'sha nuqtaga boramiz deb tasavvur qilsak, 1-2 yilda уже ana odam qo'pol qilib aytganda kartochkaga aylanib bo'ladi. Bunday olib qarang. Chunki u decision qilishni ham unga topshirib qo'yyapti, o'ylashni ham unga topshirib qo'yyapti, hamma narsani unga topshirib qo'yyapti. Shu nuqtai nazardan u yoqda keyin narxlar ko'tarilgandan keyin ham sotib olishga ba'zida qurbi ham yetmasligi mumkin. Chunki misol uni o'ziga yarasha xarajatlari ham bor bitta. Hozir ko'rinmayotgan bo'lsa, xarajatlarini tonib olishga qiynalishligi mumkin-da. Endi u narsa unga qaramaydi, chunki u sizni narkomanga aylantirib bo'lganda. Misol uchun narkoman odamga boshida kichkina qiymat bilan kattaroq natija berasiz, uni sinab ko'radi, zo'r narsa ekan, zo'r narsa ekan deb davom etaveradi. Keyingi уже eng kuchaygan davrlarida hattoki uyini ham sotishga rozi bo'lib qoladi-da. Uyini ham kerak bo'lsa olib borib sotib yuboradi haligi onamda. Shunaqa instinkt bo'ladi. Shunaqa hissiyot. AI mania bo'lib qolar ekanmi? Ha, bu ham xuddi shunga aylanish ehtimoli bor. Chunki tasavvur qiling, mana misol siz biror bir ishni qilyapsiz-da, qilayotgan paytingizda bekorga AI first thinking demadim-da. AI birinchi o'ylayapti siz o'rningizga. Siz hech qanaqa qarorni qabul qilmayapsiz. Bu vaqt siz uchun bitta o'zi katta yutqizish. O'zi texnologiyada qisqa muddatga to'xtash ham odamni ancha orqada qoldirish, bu isbotlangan narsa-da, ancha orqada qolib ketish ehtimoli katta. O'shaning uchun AI dan foydalanmaslik degan narsadan yiroqman. Foydalanishlik kerak, lekin to'g'ri foydalanishlik kerak. Misol uchun shu o'rinda mana davom etavering. Aytmoqchi bo'lganim, men o'zim qanaqa menda ham o'zimdan boshida shunaqa narsa bo'ldi. To'laqonlik misol zo'r natijalar berdi, qirib ko'rdik. Hozirgi kunda misol uchun o'zimiz uchun developer pipeline ham qurib olganmiz, misol uchun sun'iy doirasida. Lekin baribir muammoni yechishga kelganda avvalo o'zim hal qilaman. O'zim qarorini, o'zim arxitekturasini, hamma narsani ishlab chiqaman-da, ishni unga qildiraman. Chunki u men xohlamaymanmi, tez yozib beradi, tez natija beradi va kerak bo'lsa ba'zi joylarda men ko'rmagan narsalarni ham ko'rish mumkin bo'ladi. Va undan men aytaylik yechimlarimni to'g'ri yoki noto'g'riligini analiz qilish uchun foydalanishligim mumkin. Ya'ni bu yerda men to'laqonli qarorni unga bermayapman, avval o'zim qaror qilyapman va o'sha yechimlarimni ham trade-offlarini ko'ryapman. Misol uchun oldin ham shunaqa edi. Biz biror bir muammoni hal qilishlik uchun hal qila olmasak, u yoqdan bu yoqdan yechimlar olardik yoki yana ham shuni yaxshilashlik uchun yoki optimizatsiya qilishlik uchun har xil odamlar bilan gaplashardik, kitob o'qirdik, shu yo'llar bilan yoki qanaqadir maqolalar o'qib, bunaqa yechimlar ham bor ekan va men bu tomonni ko'rmabman. Bunaqa echkezlar ham hisobga olinishi kerak ekan ko'rinishida fikrlar shakllanardi va biz baribir jarayonni to'g'rilashga harakat qilardik va bu bizga tajriba bo'lib qolardi. Hozirgi kunda ham misol uchun bizda search qilish ham oldin millionlab narsani ichidan search qilib, kitoblarning ichidan kerakli element topib chiqqan bo'lsak, hozir bitta sun'iy hozir akademiklarga o'xshatilinyapti. Ya'ni bularning ichidagi bilim, bularning ichidagi tajriba o'rgatilinyapti va o'sha ma'lumotdan kelib chiqqan holatda biz bitta joyga to'g'ri prompt bera olsak, to'g'ri savol so'ra olsak, o'zimiz kutgan natijani olish ehtimolimiz bor. Shu o'rinda mana sizda tajriba bor. Tajribaga kelib chiqib, endi boshlamoqchi bo'lganlarga yoki boshlang'ich qismda bo'lganlarga qanaqa tavsiya qilasiz? Ya'ni qanchalik qo'shilasizki mana bu gapga? Dasturchini ishini olib qo'yadi, misol uchun sun'iy intellekt degan narsa.
Yo'q, dasturchini ishini olib qo'yadi degan narsaga qo'shilmayman. Mana qanaqa odamlarda ishini olib qo'yadi? Hozir aytgan ko'rinishimda, misol biror bir odam bor, uje fikrlashda ham hamma narsani uni qo'liga topshirib qo'yganda, bizda ham misol uchun oldin bilsangiz koderlar bo'lardi, fikrlamaydigan, ular hech qachon baribir kompaniyalarda qadrlanmagan baribir. O'zini ustida ishlaydigan va qaror chiqarishga yordam beradigan va qaysidir mas'uliyatni o'zi olib hal qiladigan odamlar har qanaqa joyda qadrlangan. Hech qayerda muammo keltiradigan odam xushlanmaydi. Hech qaysi bir kompaniyada yoki hech qaysi bir biznes bunaqa odamni xushlamaydi. Muammo keltiradigan bo'lsa, muammoni yechib, naborot o'zi ijod qiladigan odamlar har bir kompaniyada menimcha nima deydi, qo'llab-quvvatlanadi. Oldin ham dasturchi deganda faqat koder tushunilmagan, hozir ham faqat koder tushunilmaydi. AI faqat kod yozib berayotgan bo'lishi mumkin, lekin qarorlarda orqasida kimdir javob beradi baribir. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Mana shu vazifani hozir ham hali ham biz qilyapmiz. Aytmoqchi bo'lganim, sun'iy intellekt chiqqandan keyin nimadir yangi odamlar chiqishi yoki qanaqadir rollar paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana misol uchun bizda front end, back end degan narsa yo'qib ketib, product engineer degan rol qo'shildi. Misol biz o'zimizni shunaqa jarayonga moslashtirdik. Nimaga? Chunki bilsangiz oldin front end ishini qilib qo'yardi, back endchini kutib qolardi yoki back end ishini qilib qo'yib, front endchini kutib qolardi. O'zimdan olib qaraganda oldin ham o'zi bunaqa bo'linuv bo'lmagan. Bitta odam o'zi muammoni hal qilib jarayonni yetkazib bergan. Lekin kompaniya yana ham effektivniy va tezroq ishlashligi uchun buni bo'lishga majbur bo'lgan o'sha paytda. Shunaqa yechimlar chiqqanda, ya'ni front endchini bo'laylik, dasturchilarni ya'ni specific rollarga bo'lib turib, mana shu narsani tezroq bajaraylik degan. Endi hozir tezroq qilib beradi. Oldingi paytlarda misol biz asosiy vaqtimizni kodlashtirish olgan bo'lsa, misol rejani hal qilib, muammoni hal qilib qo'yganimizdan keyin ko'proq vaqtimiz baribir kod yozishga ketardi. O'sha narsani jarayonni yetkazib berishlik uchun. Va shu narsa ham bitta abstraksiyaga aylandi deb ayta olmayman. Misol uchun sun'iy intellekt shu narsani qilib bera oldi va bizga o'zi bu narsani aytib turish shart emas. Nima deydi? Kod yozishda bunga prosta tushuntirib, aytib mana qil desangiz, bu yozib beraveradi. Lekin baribir qaror qabul qilish, yo'nalish belgilash, to'g'ri anaqani qo'yishda baribir dasturchining o'rni kerak. Qachon kod yozishligini bunga aytish dasturchining vazifasi. Ha, lekin o'sha dasturchini olib tashlab to'laqonli AI native kompaniyalar ham juda ko'p anaqa istoriyalar bor. Buni internetga kirib eshitib ko'rsanglar, o'sha AI chiqqandan keyin juda anaqalar ham ko'payib ketdi. Va aytmoqchi bo'lganim, AI dan foydalanmaslik kerak emas, foydalanish kerak. Bu naborot sizni effektivniy qiladi. Mayli o'zi token xarajati va hokazo bo'lib ketsin, lekin siz o'sha vaqt davomida ham o'zingizdagi ijodkorlikda, o'zingizdagi misol uchun tanqidiy fikrlashda ushlab qolish kerak bo'ladi. Agarda to'laqonli o'sha AI first thinkingga o'tib ketiladigan bo'lsa, menimcha bu odamni nima deydi, pastga qarab yurishiga katta imkoniyat yaratib beradi. Keyingi savol. Hozir qanaqadir startap quryapsizmi yoki bo'lmasa kelajakda qanaqa planlar bor startap qurish bo'yicha? Hozir Muhammad Karim akam bilan nimadirlar qilib turamiz va u hozir adashmasam 1-2 ga yaqin startap qilyapti. Lekin men hozircha deyarli ko'p jarayonlardan maksimal chiqishga harakat qilyapman, chunki menda o'zi nima deydi, bu narsani anaqa tilida terminda cognitive burnout emas, bu ko'proq cognitive load deyiladi, ya'ni mentalniy siqilish. Mentalniy siqilish deganda sizda o'zi informatsion oqim kuchayib ketadi miyangizda. Misol uchun buni ham misol uchun Instagram ko'rsangiz, ham Telegram, ham nimadir yana ma'lumotlar, ham ish, ham va hokazo bu ma'lumotlar yig'ilinadi-da, o'zi sizda o'z-o'zidan charchoqni hosil qilaveradi. Va sizda bitta narsada o'zi effekt kuzatilmaydi-da, produktivligingiz ancha tushib ketib qoladi. Va o'zimda ham shunaqa narsa bo'ldi. Misol uchun ana AI chiqqandan keyin men tayyor nima bor-u, token limitlarim ko'p joyga ketib qolyapti. Boshida shunaqa bo'lgan. Birinchi ishlashni boshlagan. Ko'p ketib qolyapti-yu va nimadir qilib qolay degan narsa, shoshqaloqlik hissi ham bo'lganda, va shu paytlarda anaqa qilib, izlanib, o'tirib, to'g'ri yo'nalishdanmanmi yo noto'g'ri yo'nalishdanmanmi deb mana shu anaqaga kelganman va hozir deyarli mana shu narsadan uzilishga harakat qilyapman. Ya'ni ko'p informatsion oqimlardan deyarli o'zimni
to'sib, как detoks. Bu umuman detoks ham emas. Qaysidir ma'noda detoks bir ko'rinishi bo'lishligi mumkin, lekin o'zi maksimal darajada hozir ishdaman. Ishga borib ham o'sha nimani produkt planlarni agar o'zim kod yozadigan bo'lsam, PRD'larni yozib, produkt planni yozib, sun'iy intellektga ish topshirib beraman, o'zi ketma-ketlikda vazifalarni bajaraveradi. Keyin undan tashqari boshqa informatsiya уже qabul qilmaslikka harakat qilyapman. Bu vaqtinchalik. Keyin ko'proq vaqtimni уже mana aytyapman, hozirgi kundagi eng yaxshi rivojlantirish kerak bo'lgan skill ijodkorlik deyapman. Va o'zim hozir shu narsani odat qilishga urinyapman, insho yozish. Misol uchun insho yozish yoki bo'lmasam biror bir loyihani yoki misol uchun o'sha texnik qanaqadir mavzular yoki yo'nalishlar yuzasidan o'zim fikrlarimni yozib va shu yo'nalishda internetdan u yoqdan bu yoqdan nazariyalarni yig'ib bitta joyga jamlab mana bitta anaqa xulosalar olishga qilyapman. Ya'ni shu tomonlama rivojlantirishga o'zim harakat qilyapman. Ya'ni kreativlik, mana ijodkorlik nuqtai nazaridan. Boshqa уже oqimlar, уже nimadir yangi loyiha qilish yoki nimadir boshqa ishlar olish, bu narsani уже boshida qilayotgandim, lekin ancha charchatib qo'ydi. O'zimda shu narsani sezishni boshladim va keyin to'xtashga majbur bo'ldim. To'xta dedim, ozgina mana shu narsa ustida ishlashim kerak ekan. Chunki hozir mana siz savol berdingiz-ku, yangi o'rganayotganlarga nima tavsiya berasiz, yangi kirib kelayotganlarga. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bundan 3 yil oldin aytganingizda yoki 2-3 yil oldin aytganingizda men qanaqadir yo'nalish tavsiya bergan bo'lardim. Hozir mana misol uchun yangi texnologiyalar chiqyapti va hali nima deydi? Grafik haligi bitta standart yo'nalishga kelgani yo'q-da. Hozir mana qiyshayib, bu yoq bo'lib yotibdi, chizmachilik bo'lib yotibdi hozir. Hamma standart, misol uchun 3 yil oldin nima o'rganishingiz aniq, nima qilishingiz aniq, ishga joylashishingiz yoki faoliyatingizni boshlashingiz uchun, qayergadir joylashishingiz uchun standartlar aniq edi. Hozir mana misol uchun AI chiqqandan keyin yoki yangi texnologiyalar, shu AI atrofidagi texnologiyalar chiqqandan keyin bu oqimni qaysidir ma'noda buzdi. Yana o'sha odamlarda qo'rquv, odamlarda har xil fikrlar, har xil nima deydi, tafakkur yoki bo'lmasa har xil analizlarni keltirib chiqaryapti. Buni oqibatida standartlar hali ishlab chiqilingani yo'q. Yana hali oqim bir maromga kelib qoladi. O'shanda standartlar aniq bo'ladi demoqchiman-da. Bu bilan endi boshlamaslik degan narsani aniq qilmoqchi emasman. Nima deydi, targ'ib fundamental. Bo'lishligi mumkin. Endi misol uchun dasturchilikda oldingi nimalarida, misol uchun system design yoki algoritmik fikrlash, menimcha hali ham aktual bu narsalar. Hozir ham aktual, hozir ham kerak. Misol uchun o'sha kuchli kompaniyalarda hali ham o'sha eng topda o'tiringan yoki misol uchun asosiy ishni qilayotganlar ham baribir shunaqa tafakkurga ega bo'lgan odamlarda. Agarda yaqinda bitta anaqa ko'rib qoldim, podkast ko'rib qoldim. Naqalat o'tkazgan ekan, alohida mavzu. AI mavzusidagi anaqalar yuzasidan gaplashilgan. Shu yerda Temur aka bitta anaqani aytib qoldi. Agarda odamda tanqidiy fikrlash degan skill yo'qolib ketadigan bo'lsa, odam zotda kamayib yo'qolib ketadigan bo'lsa, insoniyat o'ylab topgan eng oxirgi texnologiya bu sun'iy intellekt bo'lib qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shuning uchun ko'proq odamlar hozirgi kunda menimcha o'sha ijodkorlik yo'nalishlarini rivojlantirishga fokus qaratsin. Chunki dasturlash ham o'zi bitta ijodkorlikda olib qaraganda. Insoniyat hozirgi nuqtasigacha baribir insoniyatda o'sha ijodkorlik yotgan. Bundan keyin ham har qanaqa yangilik chiqarsin, lekin bu davom ettirish uchun bu narsa asosiy, fundamental. Shunaqa. Xuddi siz mana hozir insho yozishni o'rganayotgandek, o'zingizlar o'rgatgan. Va baribir, chunki mana hozir mana aytaylik, kuniga AI ga yangilik. Men o'zim charchab ketdim to'g'risi borib. Mana shu nimani kuzataman deb turibdi. Misol AI dagi oxirgi o'zgarishlarni kuzataman deb turib, to'g'risi charchab ketdim. Yangi informatsiya olaverasiz. Bu naborot sizda birinchi navbatda shovqinni ko'paytiradi miyangizda. Informatsion oqimni ko'paytiradi, keyin sizni уже xavotirga solishni boshlaydi. Chunki har xil fikrlar, tasdiqlanmagan fikrlar ko'p-da. Tasdiqlanmagan fikrlar уже aralashib miyangizdagi asosiy sizni haligi nima deydi, bir
qarorga kelgan fikrlaringizni ham adashtirib, yo'lingizdan chiqarib yuborish mumkin-da. O'shaning uchun men bu yo'nalishda to'xtadim. Ya'ni o'sha informatsion oqimni ham faqatgina qaysidir paytlarda aloqa, qaysidir paytlarda aytaylik, o'sha yangiliklarni o'qish. Misol uchun AIda hozirgi kunda juda ko'p tez ish ketyapti, chunki kompaniyalarning o'zi ham, mana misol uchun Anthropic'ning o'zi bir haftalik sprint plan qiladi. Biz oldin bilsangiz quarterly, misol 4 oylik yoki 6 oylik, yillik, 5 yillik Loyihalar rejalar boshlashdan oldin bo'lardi. 2 yil qilardi. Hozir ularni o'zi ham qayerga borishni bilmayapti-da. Ularni o'zi ham men anaqa eshitdim, bir haftalik plan qo'yishar ekan. Sprintda bir hafta. Uzoq borsa. Uzilib ketmasa ham, dushanbada boshlagan shanbaga to'g'ri kelib. Chunki ularda ham standart hali anaqa emasda, o'shaning uchun shoshmaslik uchun menga misol uchun o'zim uchun shunaqa taqiq qo'ydim. Agar biror bir yangilikni olmoqchi bo'lsam ham o'sha AI atrofda bir hafta davomida bitta ko'rib, nima gap so'z, nima qayerga qarab ketyapti, shu narsani o'rganib qo'yish. Conclusion. Chunki hozir baribir men qaramasam ham baribir atrofimdagilar olib keladi, ishxonadagilar. Voy, bunaqa narsa chiqibdi, bunaqa narsa chiqibdi, unaqa narsa chiqibdi deb olib kelib, o'zi yetkazib beradi shu informatsiyalarni. O'zim uchun to'xtadim shu joyda. Ixtiyoriy emas, majburiy oladigan holatda qoldiribsiz-da. Shunaqa. Xo'p, keling, blitz savollar bilan davom etamiz. Qisqa savol va qisqa javob ko'rinishda. Xo'p, eng ko'p foydalanuvchisi bo'lgan loyihangiz. Ya'ni startap loyiha o'ylashdi, jamoalar bilan birga qilingan va nechta bo'lgan taxminan? O'sha Sado 24. O'sha Telegramda shu 1000 dan oshiq 2000 taga yaqinlashib qoldi shekilli. Hozirda kuningizda eng ko'p qismini oladigan bitta ilova. Eng ko'p vaqtingizni sarflaydigan. Eng ko'p vaqtimmi? O'zimizni kompaniyadagi loyiha. Eng ko'p menimcha, ya'ni kunim. Endi ish nuqtai nazaridan shunaqa. Eng ko'p ishlatayotgan AI modelingiz. Boshida cloud ko'p ishlatgandim, cloud subscription anaqa qilib, lekin hozir OpenAIda anaqasi yoqqan, modellarni sifati yoqqan. GPTda 5.6 modellarni eng ko'p hozir foydalanyapman. Lekin hamma deyarli nimada ham, Google'da, Gemini'da ham, unda ham, bunda ham anaqa bor. Ishlatib, anaqa olishlik uchun foydalanadi. Taxminan necha foiz kodni o'zi yozasiz? Kod yozmayman. Kod yozmayman. Nima deydi? Kod yozishdan to'xtab bo'ldi, endi men kod yozmas ekanman degan birinchi qaror qachon bo'ldi sizda? Adashmasam 6 oy oldin. 6-7 oy oldin. 7 oy oldin, 7 oydan beri deyarli kod yozmayapman. Mana shu yildan beri-da. Yilni boshidan beri deyarli kod yozmayapman. Keyingisi dasturchilik haqida hamma aytadigan, lekin siz qo'shilmagan qanaqa fikr? Bitta gap. Hamma aytadigan. Mana hozirgi kunda AI nimasi, hype, mana hamma targ'ibot qilib yotibdi yoki misol AIda ishlat, lekin uni nimaga ishlatmaslik kerakligini ham ko'pchilik aytmayapti-da. Uni qanaqa hamma joyda foydalidek ko'rsatishyapti, lekin hamma joyda foydali emas, chunki misol uchun dasturni agar AIdan ham to'g'ri foydalanishni bilmasangiz, kerak bo'lsa, o'z ko'p kod yozgandan ko'ra ko'proq vaqtni bunda sarflab qo'yasiz. AI bilan. Keyingi savol, 18 yoshli xonnamirga beradigan maslahatingiz. Bu juda qiyin savol. Bu lekin Z avloddagi 18 yoshli xonnamir bo'ladi. 18 u paytda baribir men uncha baribir nima deydi, nimadan ijtimoiy tarmoqlardan unaqa aktiv foydalanmasdim. Lekin o'zimga tavsiya berardim, o'sha paytda bir o'rganilayotgan narsalarni tagida nima bo'layotganiga qiziqib, chuqurlashtirib o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki bu narsani men keyin tushunib yetganman va eng muhim narsaligini keyin anglab yetganman. Hamma narsani mantiqini tushunib yetish. Hamma narsa o'zi nima uchun degan narsaga qiziqish kerak-da. Nega?
mana shu narsa bor. Misol uchun aytaylik, nega mana misol dasturchi nuqtai nazaridan aytsak, mana shu hozirgi biz ishlatib turgan kamera bo'lishligi mumkin yoki misol uchun monitor bo'lishligi mumkin yoki kompyuter bo'lishligi mumkin. Nima uchun o'zi bu yaratilingan yoki qanaqa yaratilingan? Qiziqish, mana shunaqa narsa yuzasidan odam ko'p o'rganadi. Keyingi savol, oxirgisi, keyingi sonlarda kimni ko'rishni xohlaysiz? Kimni eshitishni xohlaysiz? Qaysi mehmonni? Qiziq, agarda shu mavzularga yaqin bo'ladigan bo'lsa, Muhammad Karim akani ham taklif qilishlarini so'rab qilgan bo'lardim, taklif qilgan bo'lardim, chunki u insonda nima deydi, ham ijodkorlik, ham mana shu yangi dunyoda standartlari, ham texnologiya juda ko'p soha birlashgan, o'shaning uchun fikrlari qiziq bo'lishligi mumkin, tajribalari. Xonnamir, ajratgan qimmatli vaqtingizga sizga rahmat. Harakat qildik. Mana shunaqa bir 7 yillik tajribangizga eng qimmat qismini olishga. Albatta bu suhbatda juda ko'p narsani ochib berish qiyin. Bir necha suhbatlar kerak bo'ladi to'liq ochishga. Demak, hozir aytganingizdek, hamma yoq bir haftalik sprint bo'lib turganda bu qiyin ko'p narsa ochib berish. Shu deyman, inshaalloh auditoriyaga ancha foydali bo'ldi degan umiddaman. Murakkab bo'lmadi degan umiddaman. Hozirga rahmat. Keyingi savollarga rahmat taklif uchun.